Temir implantlar tanada qancha vaqt turadi? Tanasida 40 yildan beri temir bilan yashayotgan odamlar haqida eshitganmisiz? Eng qizig'i, ularning ko'pchiligi bu temirlarni umuman oldirmaydi. Tasavvur qiling, siz yiqilib oyog'ingizni sindirib oldingiz. Jarrohlar suyagingizni temir plastina va vintlar yordamida tiklashdi. Operatsiyadan keyin bemorlarning deyarli hammasi bir xil savol beradi. Doktor, bu temirni qachon oldiramiz? Qiziq tomoni shundaki, ko'pchilik bu temirlarni tanada 1-2 yil turadi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim odamlar tanasida implantlar 30-40 yil, ba'zida esa umr bo'yi qoladi. 1950-yillarda shved ortopedi va tadqiqotchi Ped Iguar tajribalar vaqtida titan kameralarni quyon suyagiga o'rnatgan. Tajriba tugagach, u titan kamerani chiqarib olmoqchi bo'lgan. Ammo titan suyakka shu qadar mahkam birikib ketganki, uni ajratib bo'lmagan. Shu kashfiyot keyinchalik zamonaviy tish implantlari va ko'plab ortopedik implantlarning asosiga aylandi. Ular titan, kobalt, molibden degan maxsus tibbiy qotishmalardan tayyorlanadi. Tanadagi temir ob-havo o'zgarganda og'riydi degan gaplar ham yo'q emas. Aslida bunga implantlarning o'zi emas, balki uning atrofidagi yumshoq to'qimalar va bo'g'imlardagi o'zgarishlar sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, tanangizdagi implant vaqtli bomba emas, u ko'pincha yillar davomida, ba'zan esa umr bo'yi siz bilan qolishi mumkin. Endi savol, agar sizning oyog'ingizda plastina va 8 ta vint bo'lsa, ularni oldirib tashlagan bo'larmidingiz? Sizlar bilan doktor Fazliddin bo'ldi. See you Met 36 kanal uchun.